sal uyatli bo'lsa ham olavering endi. Bu oilani hojatxonasi. Bu esa ularning oshxonasi. Bu esa ularni ham yuvinadigan, ham dam oladigan, ham mehmon kutib oladigan xonalar. Bu esa ichish uchun shunchaki ariqdan olib kelingan suvlari. Bu videoda rahmni keltiradigan muzikalar yoki achinarli qilib gapirish niyatim yo'q. Shunchaki voqeani o'zingiz guvohi bo'ling. Bundan-da achinarli holat bo'lmasa kerak. Ramazon oyida ehson qilishga pulingiz bo'lmasa, shunchaki bu videoga like bosib tarqatsangiz ham bundan bu oila juda ham xursand bo'ladi. Sizni bu ishlaringiz bilan ehson qiluvchilarga bu video yetib borishi mumkin. Hammanglarga rahmat. Hozir Ramazonda saharlik, iftorlikka nima yeyapsizlar? Qo'shnimiz birarda ovqat olib berib turadi. Agar ovqati yo'q bo'lsa, ro'za tuta olmaymiz. Sinfdoshlaringizni hech uylarga taklif qilganmisiz? Nimaga? Uyalaman. Oxirgi marta qachon go'sht yeganman dedingiz? O'tgan yili dadam olib kelganda ayam osh qilib bergan. Qanchada bir yangi formalar olyapsiz? Boshqalar berib turadi, ashlarni kiyimim. Hayajon bosyaptimi bilmayman, kelganlaringga yuragim to'xtab qolganga o'xshayapti hozir. Hojatxonam mana, hojatxonam masha. O'zingiz uchun nima so'raysiz? Men hamma o'rtalarimga o'xshagan uy